Geografik yaqinlikdan iqtisodiy yaqinlikka. Ushbu zavda Osiyo, Arab davlatlari va Afrika mamlakatlarini bir-biriga bog'lovchi yirik va qudratli makonni, iqtisodiy makonni tashkil etuvchi davlatlarning savdo va biznes vakillari jam bo'lishgan. Ular o'ziga xos formatda bugun fikr almashmoqda. Fors ko'rfazi davlatlari deganda 2,5 trillion dollarlik iqtisod haqida gaplashyapmiz. Bundan tashqari Afg'oniston, Suriya, Iroqdan ham biznes doiralari vakillari O'zbekiston bilan manfaatli va uzoqqa mo'ljallangan hamkorlik xususida muhokama qilishmoqda. Afg'oniston, Bahrayn, Misr, Iroq, Qatar, Kuvayt, Malayziya, Ummon, Saudiya Arabistoni, Suriya va Birlashgan Arab Amirliklari. Bu davlatlarning har biri yildan yilga O'zbekistonning faol savdo sheriklariga aylanib bormoqda. Biznes vakillari va o'zbekistonlik eksportyorlarni jamlagan ushbu forum eksport hajmini oshirish, investitsiyalarni jalb qilish hamda ishbilarmon doiralar o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri muloqot uchun samarali maydon yaratishi kerak. Forumda rasmiy delegatlar ham qatnashdi. Masalan, Indoneziya savdo vaziri o'rinbosariga ko'ra, bu davlat bilan O'zbekistonning savdo aylanmasi bugun 181 million AQSh dollari. Ikki davlat erkin savdo bitimi ustida ishlamoqda. Ayni paytda O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan indoneziyalik investorlar va kompaniyalar bor. Ayniqsa mehmonxona va turizm sohasida ularning ishtiroki sezilarli. Biz nafaqat iqtisodiy, balki madaniy va diniy jihatdan ham umumiy qadriyatlarga egamiz. Indoneziya dunyodagi eng katta musulmon aholiga ega davlatlardan biri. Shu bois ko'plab indoneziyaliklar Imom Buxoriyning Samarqand yaqinidagi ziyoratgohlarini ziyorat qilish uchun O'zbekistonga keladi. Bu esa turizm va mehmondo'stlik sohalarida hamkorlik uchun katta imkoniyat yaratadi. Savdo sohasida ham hamkorlik izchil rivojlanyapti. Masalan, biz O'zbekistondan mineral o'g'itlar import qilamiz. O'z navbatida Indoneziyadan qog'oz mahsulotlari va boshqa turli tovarlar eksport qilinadi. Biznes forumida xorijlik qatnashchilar O'zbekistonning iqtisodiy islohotlaridan ham boxabar qilindi. Siz qaysi yo'nalishda ishlaysiz va bugungi muloqotdan nimalarni kutyapsiz? Biz to'qimachilik sohasida faoliyat yuritamiz hamda Navbahor tekstil klasteri bilan 3 yildan buyon samarali hamkorlik qilib kelmoqdamiz. Hozirgi kunda logistika yo'nalishida ayrim qiyinchiliklar mavjud. Ayniqsa, Osiyo bozorlariga mahsulot yetkazib berish uchun yangi yechimlarga ehtiyoj sezilmoqda. Shu bilan birga tashqi bozorlarga chiqish imkoniyatlarini yanada kengaytirish muhim ahamiyatga ega. O'zbekistonning to'qimachilik salohiyati juda yuqori. Mamlakatda sifatli paxta, zamonaviy texnologiyalar va malakali kadrlar mavjud. Shu bois bu sohaning kelajagiga katta ishonch bilan qaraymiz. Biz sifatli paxta va ishonchli ishlab chiqaruvchilar bilan